Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yaponiya Avam palatasining a'zosi, Yaponiyada cho'ng bo'lgan 36 yoshli Uyg'ur qizi Arfiya Ablatning Yaponiyaning yangi navbatlik hukumatida muavin tashqi ishlar vaziri bo'lib tayinlanganligi xabari har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz söyündirdi va iftixorlantirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq ko'plagan Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bas-basta tabriknoma e'lon qilib, Arfiya Ablatni qizg'in tabriklashga boshladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Arfiya Ablat xonimning Yaponiyaning yangi navbatlik hukumatida muavin tashqi ishlar vaziri bo'lib tayinlanganligi, Uyg'ur millatining tirishchan, aqlliq va g'oyilik bir millat bo'lganligini butun dunyoga namoyon qilib qolmasdan, balki Xitoyning chegara halqigan bostirish siyosatining qurboni bo'layotgan muhojiratlik Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun, bo'libmi yoshlarimiz uchun ishonch, umid va ilhom baxsh etdi deb ko'rsatdi. Yaponiyada cho'ng bo'lgan 36 yoshli Arfiya Ablat ilgari Amerikaning Georgetown universitetini bitirib, Yaponiya Markaziy bankasi va BDT qatorliq joylarda ishlagan. Navbatda u Yaponiya parlamentining eng yosh ayol parlament a'zolaridan biri deb qaralmoqda. 2023-yili 4-oyning 24-kuni Yaponiya parlamentining a'zoligiga saylangan Uyg'ur qizi Arfiya xalqarodagi nopozliq jurnal bo'lgan Davr jurnalining 2023-yillik kelgusiga ta'sir ko'rsatadigan 100 mashhur shaxs tizimligidan o'rin olgan edi. Arfiya yaqinda Axios Torning ziyoratini qabul qilganda, garchi Uyg'urlarning hozir irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'layotgan bir millat bo'lsa-mu, boshqa millatlarga o'xshash qad ko'tarib gullanishga loyiq bir xalq ekanligini hamda buni o'z xizmat orqali namoyon qilib berishni umid qilganligini bildirgan edi. Arfiya 13 noyabr o'zining X hisobida e'lon qilgan bu uchurida shu kuni Yaponiya parlamentining tashqi ishlarga mas'ul muavin vaziri bo'lib tayinlanganligini e'lon qilgan. Bu uchurda Yaponiya bosh vazir mahkamasi e'lon qilgan uchur ilova qilingan bo'lib, uningda yangi bosh vazir Shigeru Ishivaning Yaponiya ishki kabinet yig'inida qaror qilingan 2 navbatlik hukumat ministrlarining kollektiv surati e'lon qilingan. 2023-yili 4-oyda Yaponiya parlamenti Avam palata a'zosi bo'lib saylangan Arfiya 2024-yili 10-oyning 27-kuni o'tkazilgan parlament saylimida qayta saylangan edi. U xalqaro sahnlarda elib borgan siyosiy faoliyatlari, Yaponiya parlamenti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida Uyg'urlarni qo'llash salmoqini oshirish jihati ko'rsatgan töhfalar bilan tonilgan yosh siyosatchi bo'lib qolgan. U yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan 2023-yili 29-oktyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda o'tkazilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri Dunyo parlament a'zolari kengashi yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga alohida hissa qo'shgan hamda chet ellik Uyg'urlarga kuchli ilhom bergan edi. Her qaysi ellardagi Uyg'urlar cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 91 yilligini va 1944-yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining 80 yilligini keng ko'lamda xotirlagan 12 noyabr kuni Turkiya parlament a'zolaridan Sodiq Bug'ro Qovunju va Doğanbekin apandilarning Turkiya parlamentida Sharq Turkiston Jumhuriyat kunini xotirlashi Turkiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz söyündirib qolmasdan Türkiye'deki her qaysi sohalarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Türkiye İYİ partiyasiga mansub parlament a'zolarining Türkiye parlamentidagi mas'uli Sodiq Bug'ro Qovunju apandi 12 noyabr kundagi parlament umumiy yig'inida 20-asrda qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirladi. Shuning bilan birlikda u yana Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan yuqori besimliq bostirish siyosatini aybladi. Shu kuni yana yenidan Refah partiyasining parlament a'zosi Doğanbekin apandi Türkiye parlamentida maxsus matbuot yig'ini chaqirib, ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirladi. Sodiq Bug'ro Qovunju apandi 600 dik parlament a'zosi ishtirok qilgan umumiy yig'inda tarixdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatlarini xotirlab mundaq dedi. Bugun 12 noyabr Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz uchun muhim bir kun, ya'ni Sharq Turkiston Jumhuriyat kunidir. Sharq Turkistonliklar g'ururliq va irodalik bo'lib, butun Turkiston xalqiga o'rnak bo'ldi. Biz Xitoy ishg'oli ostida har turli inson qalbidan chiqqan muomalalarga uchrayotgan 21-asrda lagerlarda azob chekayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning har doim ovozi bo'lishga tirishyapmiz. U İYİ partiyasining Uyg'urlarning haqliq davosini qo'llaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Yana bir masala shuki, Sharq Turkistonliklarni asabiy, chet elliklar bilan til biriktirgan degandek ayblashlarni qilayotganlarni men qattiq ayblayman. Men burmu deb o'tgan edim. Xitoyning ta'siri Turkiyada biz faraz qilgandan kuchlik.
Xitoy ba'zi axborot organlarini va jurnalistlarni o'z ta'siri ostiga ilib oldi. Men bu yerda partiyasiga vakolatan har doim Sharq Turkiston xalqining haqqoniy davosini qo'llaydiganligimizni ta'kidlamoqchiman. 12 noyabr kuni parlament a'zosi Doğanbek apandimmo Turkiya parlamentida 2 qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini xotirlash uchun maxsus muxbirlarni kutib olishini o'tkazdi. U mundaq dedi: "Hurmatli muxbirlar, bugun 1933-yili 12 noyabr kuni Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti bilan 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan xotir kundir. 1933-yilda Qashqarda qurilgan Islom Cumhuriyeti qisqa vaqt ichida og'dirib tashlangan bo'lib, shuningdan keyin Sharq Turkiston xalqi qayta zulm ostida qolgan. Bu zulmga 1944-yili 2 Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganda vaqtli xotim berilgan. Halbuki bu Cumhuriyetmi 1949-yili oktyabrda Kommunist Xitoyning ishg'oli bilan oxirlashgan. Shu kundan tortib Xitoy Sharq Turkistonda assimilyatsiya siyosatini ilib bormoqda. U Xitoy hukumati yangi Ipak yo'li planini o'ttirib qo'ygandan keyin Sharq Turkistonda besim siyosatini taqim kuchaytganligini ilgari surib mundaq dedi: "Sharq Turkiston Xitoyning yangi Ipak yo'li ustidagi eng muhim tugunidir. Buning uchun Xitoy bu rayonga Xitoylarni ko'plab joylashtirmoqda. Buning natijasida Sharq Turkistonning nopus qurilmasi buzilyotdi. Bugungi kunda millionlagan Xitoylar Sharq Turkistonga yerlashtirilyotdi. Biz Xitoyning bu rayondagi yerli xalqlarga qaratgan besim siyosatini darhol to'xtatishini Birleşken Devletler Teşkilatı, İslam Hamkorlik Teşkilatı va dunyo davlatlarini Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulm siyosatini to'xtatishga chaqirishni talab qilamiz." Amerikaning 47-navbatlik prezidenti bo'lib saylangan Donald Trump 2 oydan keyin, ya'ni 2025-yili 1-oyning 20 kuni qasam berib vazifa topshirib oladi. U hozir o'zining yangi hukumat kabinetini tashkillashi bilan mashg'ul bo'lmoqda ekan. Hozirgacha vazifaga qo'yilishi ma'lum kishilar ichida Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Michael Waltz bilan Kengash Palata a'zosi Marco Rubio bo'lib, Uyg'ur masalasini yaqindan bildigan bu kishilarning kabinetga ilinishi kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Hozirgacha vazifaga qo'yilishi ma'lum kishilar ichida Uyg'urlarga tanishliq bo'lgan ismlardan biri Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Michael Waltz bo'lib, u Trump hukumatining davlat xavfsizlik maslahatchisi bo'lib tanlangan. Xitoy Kompartiyasiga qarta keskin pozitsiyasi bilan bilingan Mike Waltz Uyg'ur masalasi bilan yaqindan tanish bo'lib, u Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni ochiq-oshkor ayblab kelgan bir siyosatchidir. U 2024-yili 4-oyda Amerika Davlat Majlisida qurilgan Uyg'ur guruhining a'zosi bo'lgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur Hareket Teşkilatı'nın qurg'uchi rahbari Roshan Abbas xonim bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida Mike Waltz'dan iborat Uyg'ur masalasiga pishiq bo'lgan bir shaxsning Amerika prezidentining davlat xavfsizlik maslahatchisi bo'lib vazifa o'tishining Uyg'urlar uchun ahamiyatli ekanligini bildirdi. U mundaq dedi: "Mike Waltz apandi Uyg'urlar masalasini xil obdalda bildigan biri. Bo'libmi yaqinqi 4 yil mobaynida u bu masalaga nihoyat jiq ko'ngil bildi. Shunga men uning bu vazifaga kelishini Uyg'urlar uchun muhim qarorlarning ilinishida zo'r ahamiyatga ega deb qarayman." Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning ma'qullanishida aktiv rol olgan Mike Waltz apandi Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikni har fursatda ochiq-oshkor ayblagan edi. U 2022-yili 12-oydagi qishliq olimpik musobaqasining Xitoyda o'tkazilishiga qarshi chiqib, aktiv harakat qilgan. Bu yil 50 yoshga kirgan Michael Waltz apandi Amerika armiyasi alayda qismining sobiq askari bo'lib, Afg'oniston va Iroqda vazifa o'tagan. Shundaqla qahramonlik medali olgan. U harbiylikdan chekingandan keyin Amerika Davlat mudofaa ministrligida xizmat qilgan. Mike Waltz 2018-yili Avam Palata a'zosi bo'lib saylanib, Davlat Majlisiga kirgan. 12 noyabr kuni chiqqan xabarlarda yana Donald Trumpning yangi hukumatining tashqi ishlar ministrligiga Kengash Palata a'zosi Marco Rubioni belgilaydiganligi haqidagi uchurlar o'tirg'i chiqqan edi. 13 noyabr kuni kechqurun bu xabarning to'g'riligi Donald Trump tarafidan dalillandi. U Marco Rubioni yangi navbatdagi hukumatining tashqi ishlar ministrligiga ko'rsatganligini rasmiy e'lon qildi. Bir qism siyosatchilar va siyosiy kuzatuvchilar Marco Rubioga tabriklarni bildirishga boshlagan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio 53 yosh. Amerikadagi ko'zi ko'ringan siyosatchilarning biri bo'lib, u o'zining Xitoy Kompartiyasiga taqobil turishdiki va shundaqla O'rta Sharq masalalaridagi keskin maydoni bilan tanilgan. Kubaning diktator kommunist hokimiyatidan qochib Amerikaga yerlashgan bir oilaning farzandi bo'lgan Marco Rubio Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratayotgan vahshiyliklarning eng kuchli ayblaguvchisi bo'lib keldi. U bu vahshiyliklarning Amerikada irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitilishida va hamda Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning e'lon qilinib,
Xitoy muassasalariga jazo tadbiri qo'yishda hal qilg'uch rol o'ynadi. Xitoy hukumati bu sababdan 2020 yili o'chilish xarakterlik jazo tadbiri e'lon qilib, Kengash palata a'zosi Marko Rubioni o'z ichiga olgan jami 11 nafar amerikalik siyosatchini qora tizimlikka olgan. Shundaqla ularning Xitoyga kirishni cheklaganligini e'lon qilgan edi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir xonim, agar bu xabar rost bo'lgan bo'lsa, buning Uyg'urlar uchun intayin xushallanarlik bir voqea bo'lganligini bildirdi. Elfidar Iltabir xonim Marko Rubioning Xitoyni intayin yaxshi tushunadigan va maydoni intayin aniq bo'lgan bir siyosatchi ekanligini ta'kidlab, uning bu vazifaga haqiqatan mos kelganligini bildirdi. Marko Rubio Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining loyihaligisining biri bo'lib, u bu qonunni tunji qatim 2020 yili tanishtirgan. Mazkur qonun loyihasi 2021 yili ma'qullanib, 2022 yili 6 oydan boshlab rasmiy qonun sifatida ijro qilinishga boshlagan. Shuningdan buyon bu qonun Uyg'ur majburiy emki bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishi va hamda Uyg'ur majburiy emki bilan shug'ullanayotgan shirkatlarning Amerikada jazo tizimligiga ilinishdagi eng unumli qurol bo'lib qolgan edi. Marko Rubio bandiyani Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan Uyg'ur siyosat qonun loyihasi, Uyg'ur kishilik huquqiga munosabatli jazolarni tekshirish qonuni, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligi va jazo qonuni qatorliqlarni tanishtiruvchilarining biri va hamda qo'llovchisidir. Amerikaning ABC qatorliq axborot vositalari Mike Walters va Marko Rubio qatorliq kishilarning yangi hukumat kabinetida muhim vazifa elinishining Donald Trumpning yangi hukumatining siyosiy kun tartibining muhim nuqtasini yoritib berdiganligini, jumladan uning Xitoyga taqobil turishni muhim o'ringa qo'ydiganligini ko'rsatib berdiganligini bildirishmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.